Assalomu alaykum. Mashinani yuvish kerakmi? Ha, yuvish kerak. Hormayam aka. Sizdan boshqalar yo'qmi? Yo'q edi. Men o'zim yuvib beraman. Xavotir olmang. Bizni vaqtimiz tig'izda, tezroq yuvish kerak. Sizlar bir piyola choy ichguncha men yuvib qo'yaman. Xavotir olmang. Bolalar choy ichib olamizmi? Farqi yo'q, bo'ladi. Shuyli unda. Amak faqat tezroq. Tezlash. Bu nima ahvol amaki? Nima moshina yuvilmagan hali ham? Ming bor uzr. Men o'g'limni chaqirmoqchi edim. Chaqiring bo'lmasam tezroq kelsin. Qo'ng'iroq bosam mayli. Mana telefon, tezroq chaqiring. Bu sizchi? Hozir. Bit Abdulla? Niyetinizga yetdingiz ha? Sharmanda qildingiz, qasdingizni oldingiz. Sharmanda bo'ldim. Bilib qo'ying, sizni ota demayman. Bu meni o'g'lim. 3 yil oldin xotinimni gapiga kirib, men bilan onasidan voz kechib ketgan edi. 3 yil mobaynida bir marta ham qo'ng'iroq qilmading o'g'lim. Bir marta xabar olmading. Men seni sharmanda qilmadim. Men seni go'r azobidan, do'zax azobidan qutqarmoqchi edim. Seni oxirating kuyishidan qo'rqdim. Bu kuningda o'lganing yaxshi. Erkak, ketdik bolalar. Sadqay odam ketay. O'g'lim, men senga yomonlik tilamadim. Onang betob. Hech bo'lmasa onangning risoligini ol.